Hammaga assalomu alaykum. Har doimgidek sizlar bilan Sardor kanali. Bugungi videoda qanday qilib Telegram uchun premium olish haqida video bo'lib o'tadi. Bu videoni ko'pchilik mendan so'raganda, izohlarda va lichkamga yozganda, aka shu haqida video chiqaring deb. Mana bugun o'sha videoni chiqaryapman. Videoni boshlashimdan avval shu videoga bitta like bosing. Men esa videoni boshladim. Bizga kerak bo'ladigan ilova bor. Bu ilova Telegram Plus va bizga kerak bo'ladi virtual karta, Visa virtual karta. Visa virtual kartada bizda Visa bo'lishi shart, dollar yoki so'm farqi yo'q. Telegram Plus, Telegram Ake shunaqalar ham bo'ladi. Poistga kirib premium bot deb qidirasiz. Mana shu 6000 talik bot chiqadi. Mana shu botga kirib start bosasiz. Start bosgandan keyin sizga menyu ochiladi. Mana bizga 1 oylik kerak, 36 ming so'm bo'ladi. Mana pastda mana shu ochiq turadi, shuni yo'naq qilasiz, ustiga bosib, keyin zaplatani bosasiz. Bu yerda o'zi sizga qorong'i o'yna bo'ldi. Bu yerda siz virtual kartangizni ma'lumotlarini kiritasiz. Virtual kartangiz nomeri, amal qilish muddati va CVV kodi. Yozgandan keyin karta ma'lumotlarini to'ldirgandan keyin mana shunaqa o'yna ochiladi. Pastida zaplatit bu. Shuni bossiz, продолжительni bossiz, davom etish. Sizga shunaqa o'yna ochiladi. Karta qaysi nomerga ulangan bo'lsa, o'sha nomerga kod boradi. Menga keldi, mana hozir yozamiz endi. Bo'ldi. Уже premium olindi. Mana bemalol kirishingiz mumkin. Premium olindi. Mana emojilar hammasi ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning Telegram kanaliga kirishingiz mumkin. Masalan, sizning kartangiz yo'q, qanday olishni olmayapsiz. Telegram qidiruvga Sardor Premium deb yozsiz. Sardor 1 pastga chiqsa Premium. Mana shu kanalga kirasiz. Bu kanalda men o'zimni daveriya kanallarim, odzivlarimni tashlab boraman. Даже pastdagi nomerlarimni ham qoldirib qo'yganman. Ishonch uchun, endi o'zimni xaridorlarim ishonchini his qilgani uchun mana shuni qilaman. Keyin mana shu yerda Istankulov S degan profil bor. Mana shu profilga kirib olasiz. Mana shu profilni qidiruvga yozsangiz, Istankulov pastga chiziqcha S desangiz, mana o'zimni shaxsiy lichkam chiqadi. Mana shunaqa boshqa mashinik lichkalarga ishonib qolmanglar. Mana premiumim bor. Orqa fonim shu sabzi rang. Mana shunaqa. Bu yerda mana NFC podarkalarim bor. Kamida 14 ta podarka bo'lishi kerak. Ana shunaqa akkaunt bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Istankulov S faqat. Video yoqgan bo'lsa videoga like bosing va обязательно obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.